Alloh taolo aytayapti hadis qudsiyda, avvalgi va oxirgilar, inson va jin hammasi bir joyga jam bo'lsa degani, jinlarning ham boshidan qiyomatgacha tug'ilgani, odam otadan qiyomatgacha oxirgi tug'ilgan chaqaloqqacha hamma bir joyga jamlansa, to'plansa va hamma istaganini so'rasa, xohlagan narsasini og'ziga siqqanini so'rasa va Xudo hammasini bersam deyapti, hammasining so'ragan narsasini bersam, endi rahmat dengizimni hech narsa kamaymaydi deydi. Yoki insonning tasavvur qilishi uchun ignani dengizga botirib olganchalik kamayadi deydi. O'zi kamaymaydi, ya'ni hech narsa bo'lmaydini tasavvurimizga sig'dirish uchun aytayapti Alloh taolo. Shunday bo'lsa nimaga biz qisqaroq so'rashimiz kerak? Hamisha katta so'rashimiz kerak Xudodan. Ko'p so'rashimiz kerak, hammaga so'rash kerak. Xudoning zotiga, qudratiga, saxovatining cheksizligi shu yarashadi. Hammaga ber deyish kerak-da. Hamma jannatga kirsin. Hammaning gunohini kechirsin. Hamma iymonga kelsa deb so'rash kerak-da. Shu kimnikidir ijobat bo'lib qolsa qanday yaxshi bo'ladi? Qarang. Sizga qo'shilib hamma jannatga kirib ketardi-da.